Bugungi mavzuyimiz taqdir haqida. Inson taqdiri bu qanday? Inson taqdiri azaldan yozilganmi, bitilganmi? Agar u yozilgan bo'lsa, agar u bitilgan bo'lsa, nega inson o'zini ustida bunchalik ishlashi kerak? Nega inson o'zini o'zgartirishi kerak? Nega inson o'zini tarbiya qilishi kerak? Agar taqdir bitib bo'lingan bo'lsa. Taqdir bitib bo'lingan. Taqdirimizdagi har bir holat, har bir soniyadagi, har bir ondagi, har bir lahzadagi bizni hayotimizda uchraydigan insonlar, bizni qiladigan amallarimiz, har birimiz taqdirimiz bu azaldan bitib bo'lingan. Faqat shunaqa yaxshi tomoni bor buni. Biz taqdirimizga ta'sir ko'rsata olamiz. Ya'ni biz qanday ta'sir ko'rsata olamiz? Ma'lum bir amallarimiz bilan taqdirimizga ta'sir ko'rsata olamiz. Har bir insonni cheksizlikda taqdir yo'llari bitilgan. Cheksizlikda uni oxiri yo'q. Va inson ma'lum bir xatti-harakati bilan, ma'lum bir amallari bilan bir taqdir vetkasidan ikkinchi taqdir vetkasiga o'ta oladi. Buni shunaqa misol bilan sizga tushuntirib bermoqchiman. Bir inson, ayol kishi deylik, yo'lda yurib ketayotganida qo'lidan uzugi yerga tushib ketdi. Va u ayol ketaverdi, yo'lidan to'xtamay uyga borganida qo'lida uzugi yo'qligini ko'rib qoldi. Va rosa xafa bo'ladi, e'tiroz qiladi bu bo'lgan holatga, achinadi, yig'laydi. Bu kunlar surishi mumkin bu xafaligi. Yana shu holatda o'zida shu ayol qo'lidan uzugi tushib ketgan. Yo'ldan ketayotganida bir inson uni turtib o'tib ketdi. Haligi insonga o'girilib qaraganida, u inson bunga qaramadi, o'tib ketaverdi. Uzugi tushib qoldi, uni sezgani yo'q va yo'l yo'laki shu insonga e'tirozda ketdi, rosa xafa bo'lib ketdi, norozi bo'lib ketdi. Odamlar nega bunaqa qo'pol bo'lib ketyapti? Nega uzr so'rab qo'ymaydi qilgan ishiga deb va uyga borganda uzugini ko'rdi yo'qligini va bunga ham qo'shilib xafa bo'ldi. Yanada e'tirozi kuchaydi, ko'paydi. Va shu ayol yana shu holatda o'zida qo'lidan uzugi tushib ketdi. Shu inson buni yo'lda turtib o'tib ketdi. Turtib o'tib ketganda u qoqilib yerga egildi. Shu egilgan payt qo'lidan tushgan uzugini ko'rdi. Va uzugini qaytib olib taqib, Xudoga rosa rahmat aytdi. Xudoyim rahmat, shu inson turtib o'tib ketdi, egildim, qo'limdan tushib qolgan uzugimni ko'rdim. Va yo'lma-yo'l fikr qilib ketyapti shu ayol. Hayotda hamma narsa ham biz o'ylagandaqa xunuk narsa emas ekan, bizga xayrli narsa ko'p ekan, bilmas ekanmiz. Hozir egilmaganimda uzugimni ko'rmagan bo'lardim. Shu inson meni turtmaganida, men qoqilmaganimda ko'rmagan bo'lardim deb. Ko'ring, bitta holatda, bitta ayolni 3 xil hisda, 3 xil fikrda tanlovi bor. Shu bitta bo'layotgan vaziyatda u o'zini bunaqa ham tutishi mumkin, bunaqa. Mana endi shu ayolni shu bitta vaziyatga nisbatan, bitta ayolning misolida shu vaziyatga nisbatan u qaysi nazarda qolsa, u ma'lum bir taqdir vetkasidan boshqa vetkaga o'tadi. Agar u minnatdorlikda qolsa, unga yanada minnatdorlikni tortib keladigan taqdir yo'liga o'tadi. Agar u norozilikda, e'tirozda qolsa, u o'ziga yanada noroziliklarni to'ldirib beradigan taqdir yo'lida qolishi ham mumkin, o'tishi ham mumkin. Biz taqdirimizga aynan nazarimiz orqali ta'sir o'tkaza olamiz. Ya'ni ma'lum bir taqdir yo'lidan boshqa taqdir yo'liga o'ta olamiz. Lekin biz uni yaratmaymiz, u bizning qo'limizda bo'lgan narsa emas. Taqdir bu yaratuvchi tomonidan
bizga beriladigan holat, vaziyatlar. Har onda, har lahzada biz shu ma'lum bir vaziyat, holat, hodisalarga nisbatan bo'lgan bizni nazarimiz, bizni hislarimiz, bizni fikrlarimiz bizni yoki u yoki bu taqdir yo'liga o'tishimizga sababchi bo'ladi. Va shuni biling, har onda, har lahzadagi sizni hislaringiz, sizni fikrlaringiz, sizni holatingiz, sizni tuyg'ularingiz bir ondan keyingi, bir lahzadan keyingi, bir daqiqadan keyingi, bir soatdan keyingi, bir kundan keyingi keladigan holatlarni, vaziyatlarni sababchisi.